Biz tanıştırıvatkan maqalaның ahırga dikkat kılan vatandaşın bu makala Amerika Ovazı'nın Xtalkil programı elan kılındı. Növbette Tayvan'daki saylamını bilesili Cungu Tayvan münasebeti edilen konu hukumunu bilesili. Muşuntak vaqtta Amerika Qo'shma Shtatlar hükümeti bir Cungu siyasini o'ylanish kerak degan mazmunda yozilgan ekan. Endi bu sizlarning tasavvuringlarga nima siyosiy hodislarni tashlaydi? Diqqat qilinglar vatandaşım. Taqdir o'zining qo'lda tutolmaydi. Tayvan xalqi o'zining taqdirini o'zining qo'lida tutolmaydi. Ularning orzularini hech kim bilmaydi. Ham hurmatlashga sazovor bo'lolmaydi. Lekin bu yaqinqi 20 yildan beri Tayvan demokratik o'zgarishni muvaffaqiyatli tamomlab, Osiyada demokratiya, erkinlikning mayoqiga aylandi. Tayvan xalqi o'zining fikrini bemalol ifodalaydi. Siyasi partiya ve dailanı tallap alalaydı. Özünün istiqbalini belgileyeleydi. Egilik hukuk xalqning qo'lida bo'lish Amerikaning davlat qurish prinsipidir. Diqqat vatandaşım. Egilik hukuk xalqning qo'lida bo'lish Amerikaning davlat qurish prinsipidir. Amerika Qo'shma Shtatlar hukumati bu prinsipda ching turib, tashqi siyosatda konkret gavdalantirish kerak. O'xshashla Amerikaning Osiyada tamponlashtirish siyosatining g'alaba qilishi yoki mag'lub bo'lishi zo'r darajada Tayvanning demokratik tuzumini mustahkamlash va bu tuzumga kapolat qilishga bog'liq bo'ladi. Bularni o'rindab ketish uchun buningdan 40 yil burun tuzilgan bir Jungu siyosati endilikda vaqtga to'g'ri kelmaydi. Demek Amerika Qo'shma Shtatlari Osiyodagi Osiyo qaratgan navbatdagi siyosatni g'albaga erishtirman desa, undaqda Tayvan masalasiga yoki bir Jungu siyosatiga qayta qarash kerak. 40 yil burun tuzilgan bu siyosat bir Jungu siyosati endi vaqtga to'g'ri kelmaydi. Üçüncü, eğer Amerika Qo'shma Shtatlarining bir Jungu siyosati alayda mazmunga ega bo'lsa, lekin vaqtning o'tishi bilan, hukumatning almashib turishi bilan bir Jungu siyosatining mazmuni mujmallashib ketdi. Buni oydinlashtirish kerak. Masalan, 1972-yili bir parcha birlashma axborotda tonib yetib, Tayvan bo'g'izidagi barliq Junguliklar fakat bir Jungu bor, Tayvan Junguning bir qismi deb hisoblasa, Amerika hukumati bundaq maydonga boshqacha ko'z qarashdi bo'lmaydi. Deyilgan bo'lsa, 1979-yili Amerika Jungu diplomatik munosabat o'rnatganda e'lon qilgan ikkinchi parcha axborotda Junhua Xalq Jamhuriyati Junguning birdan-bir qonunli hukumati. O'xshashli, ya'ni shundaq Şəriləymizki, Junguning meydani, yani fakat bir Jungu var. Tayvan Junguning bir qismi degan meydani tonib yetib deydigan cümleler var. Onundan başqa 1982 e'lon qilgan 3-chi qatimliq axborot Amerikaning bir Jungu yoki bir Jungu bir Tayvan siyosiy yo'l qilish niyati yo'q deb ko'rsatilgan. Onundan başka 3-chi qatimliq Amerika Jungu o'tirisi e'lon qilingan 82-yil e'lon qilingan axborotda Amerikaning bir Jungu bir Tayvan paydo qilish niyati yo'q deb ko'rsatilgan. Ko'raverishga bo'ladiki deb boshlaydi. Davomlashtirib maqolasini tadqiqotchi Xalyan Chao efendi. Gerçi Amerikaning 3 parcha axboroti Tayvanning o'rnini aniq ayirmagan, Tayvan mustaqilligini oshkora qo'llamagan yoki oshkora qarshi turmagan. Demek 3 parça axborotda Amerika Qo'shma Shtatlar hukumati Tayvan mustaqilligini oshkora ayblamagan yoki oshkora qo'llamagan. Lekin Amerika qadam-qadam Beijingga bog'lanib qolgan. Chunki xiris qilmaydiganlar bo'lsa, faqat bir Jungu bor. Tayvan Junguning bir qismi deganini takrorlab, amaliyotda Junguning maydoniga sukut qilgan. Bundaq sukut qilish, bundaq qo'shilish Junhua Xalq Jamhuriyati birdan-bir qonunli hukumat deb e'tirof qilganlik. Hamda ikki Jungu, bir Jungu, bir Tayvan paydo qilmaymiz deb bergan va'dasini qadam-qadam kuchaytganlikdir. Amaliyotda ish qilmaslik to'g'risida bu gaplar 20-asrning 70-yillarida
Sabık devlet işler katibi Kissinger'nin Beijing'e bergen vədisidir. Gerçi Prezident Reagan 20. asırın 80. yıllarda cümleden Cumhuriyet Halk Cumhuriyeti'nin Tayvan'ga egelik hukuk görgüzüş teşebbüsünü kollamaymiz deydiğen 6 türlü kapaletnamını o'ttirg'i çıkargan. Prezident Reagan devri kelgende neme depti 6 türlü kapaletnamada Cumhuriyet Halk Cumhuriyeti'nin Tayvan'ga egelik hukuk görgüzüş teşebbüsünü kollamaymiz. Bu Amerika tarixidagi büyük oğalvalı prezident qo'y Reagan efendi merhum prezident ve Amerika tarixida intayın büyük prezident qo'y. Nima depti mana Cumhuriyet Cumhuriyeti'nin Tayvan'ga egelik hukuk yurgizimiz degan teşebbüsünü qollamaymiz 82 yılı. 6 türlü kapaletnamını o'tirib chiqargan. Bolsa sabık prezident Clinton 90. yıllarda işki kılmaslık, bir cüngo bir Tayvan payda kılmaslık asasıda Tayvan müstakillığını kollamaymiz. Tayvan'ın Birleşken Devletler Teşkilat ve başka halkara teşkilatlar katnışını kollamaymiz dep görsetken. Şu çağda Tayvan'ın prezidentliğinden koy 1999 yılı Tayvan'ın teşebbüsü mavzulu kitabını ilan kılıp Tayvan bilen Cungu'nun münasibeti alaydı devletler münasibeti degen siyasi hukumunu o'ttirib qo'ygandan keyin talash tartish qo'zg'algan. Prezident Clinton şu çağda prezidentliğinden qo'yini tanqidlab, onun deganlarining hech nimaga foydasi yo'q deb ko'rsatib, bir Jungo siyosatini ta'kidlagan.